zor beyram, Kurban beyrami. Şuna görə indi şuşu beyram vaxtında bizning avrupalarını buldurmuşa, hazırki vaxtda koronavirus infeksiyası bilan bo'lgan vaziyatning bizning şuşu Kurban beyrami vaxtında qatnaşuvchilar arasında bulmağını təmin etdiyi üçün hər bir kişinin özünə javobluluk yüklənirlər. Bu indi ən birinci bizning şuşu avrunu buldurmay qalu üçün 65 yaşdan yuqarı bo'lgan kişiler ko'plab jiyila turgan o'rinlarda cheklanib qolsinlar edi. Chunki respublikada 4 kişinin birisinde şuşu avru tirkala 65 yaşdan yuqarı hem indi ul bik ayanish hal bilan bitirgan mumkin. Shunga ko'ra har bir kishi o'zining şuşu bayramga kelgan vaqtda anglab durust fikr bilan kesiniydi. Hem şu vaqtda bizning stadionda, Sabanköy o'rinlarında ochiq havodagina şuşu мероприятие o'tkaziladi. Hem indi sotsial расстояние bu metr yarım kirgan vaqtda qopqadan kirganda hem şu vaqtda bayram o'rinida bosgan vaqtda da metr yarım qoldirib bosarga tegishlar. Hem indi her bir kishi maskadan, перчаткадан bo'lib ta'min etiladi. Chunki u maskalar chista bo'lirga tegish, yuvilgan, parutuga bilan o'tiblangan ko'p qo'llanishda bo'lsa, ham indi hozir indi bizning problema yo'q. Bir taqir qo'llanila turgan maskalarga aptekalarda bor. Shunga ko'ra indi şuşu vaqt ichida ta'min etarlik etib şu sonda bulurga tegish. Hem yuvishlangan, pishkirgan bo'lsa, ularni olishtirishga tegish bo'lib turadi. Şuluk vaqtda перчаткаларdan, nechun biz перчаткаларdan kirganmiz? Chunki virus aylanib kelayapti. O'zining yashashini davom etadi. Hem şuluk vaqtda kishi tushkirganda, yetkirganda üstlikda qolgan mumkin. Hem endi qo'li bilan urinib, qo'lingda og'zina, burnina tutilganda virus şuşa bizning istiyoşa organizmga o'tib kirgan, ham endi u og'riqni keltirib chiqargan mumkin. Shunga ko'ra перчаткалар, dezinfektantlar, antiseptiklar bilan aprobatsiya etib berilgan. Hem bizning şuşa Kurban shalu o'rinlarida da dezinfeksiya ishlari Kurban shalu boshlangancha butun inventar, оборудование barısida dezinfeksiya o'tkaziladi. Hem şu vaqtda Kurban shalu bitgandan so'ng shiz tortuv, hem indi dezinfeksiya ishlari o'tkaziladi. Mana bu qurbonga shalinmasa mal, bu salomat bo'lirga tegish. Hem veterinariya xizmati tarafidan tekshiruv o'tmishi avru tirlik yoki mal soni mal qurbonga shalinirga tegish tugul bo'lib turadi. Chunki u bizning betida ko'plab tarafilar ham endi avru chiqarmaga bo'lgandan keyin ham qurbonga itni bo'lgan o'rinda shulay yo'q. Sanitar gigiyena talablari o'talirga tegish. Bu shovu o'rinlarida boltalar, pishaqlar barisida dezinfeksiyalanirgan. Ham endi tepanlar тоже dezinfeksiya o'tgan uslubda bo'lingan it bir mindida yerga da qo'yilmay, ayrı paketlarga shu ko'lamda solina, ham endi muhtojlarga taratilirga tegish. Bu bilan qolmisha перчаткаларdan ham endi suvimni olib borgan kishilar o'zida maskadan ham endi mumkin bo'lganda sotsial расстояниeni qoldirib ishlanirga tegish. Bu bayramlar bizning xavfsiz, salomat muhitda ham shu vaqtda avrupalarsiz o'tib ketsin deb tilim. Ham endi barliq musulmon qardoshlarni shu bayram bilan o'tmas ko'ngildan tabrik etamiz. Salomat bo'lib, bir-birimizni sog'laylik.